Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va amma ba'd. Aziz musulmon birodarlar, bu masjidlarni katta qilib quryapmiz. Masjidlarimiz keng bo'lyapti, juda ham obod bo'lyapti. Bu masjidlar bizni obod qilishligimiz Allohning nazdida juda ham ulug' savobi. Masjid qurganda, masjidda hasharga borganda savobi juda ham ulug'. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, kimiki bir masjidga bir g'ishtni quysa, qiyomatda Xudoyim taborak va taolo unga jannatda tillodan koshonalar quradi deydi. Masjidlarga sirlarni juda ham chiroyli qilib yurityapmiz, bezayapmiz. Lekin masjidni haqiqiy obod qilishlik qanday bo'ladi? Masjidni bezashlik qanday bo'ladi? Masjidni bezashlik, azizlar, jamoat bilan bo'ladi. Musulmonlar jamoat ko'p bo'lsa, duolar albatta jamoat bo'lgan joyda qabul bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'p jamoatlarda duosi qabul dedilar. Shuning uchun aziz yoshlar, sizlardan iltimos qilamizki, namozlaringni oxirida duoga qolinglar. Shoshilib chiqib ketib qolmanglar namozlardan. Doimo duo qilinglar. Duolarni olinglar. Duo ibodatning iligi. Xuddi insonni tanasida suvay bo'lsa, suvayda orasida ilik bo'ladi. O'sha ilikda qonlar aylanib, ozuqalar o'sha insonning tanasiga kuch-quvvatiga yetadi. Duomiz bilan ham xuddi shunday bizni qilgan ibodatlarimiz, o'qigan, aytgan duolarimiz bilan mustajob bo'ladi. Hozirgi yoshlarimizga achinamizki, ko'pi yoshlarimiz har xil sharoitlardan kelib chiqib, mayli shoshilganiga biz ishi zaruriga ruxsat beramiz, lekin ishi yo'q, bemalol ko'chaga chiqib, ba'zilarimiz ko'chaga chiqib bemalol xotirjam turamiz. Shunday holatda ham duolardan qochib ketib qolishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kun sahobalar bilan o'tirishganida Sa'laba roziyallohu anhu degan sahobiy bor. Shu kishi bilan huzurlarida o'tirishdi. Shu kishi ham namoz o'qiyotib salom berdilar-da, darrov o'rnlaridan turib chiqib ketdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ey Sa'laba, to'xta" dedilar. "Nimaga sen namozdan shoshib chiqib ketyapsan?" dedilar. "Ya Rasululloh, sen yoki munofiqmisan?" dedilar. Shunda payg'ambar Sa'laba roziyallohu anhu: "Ey Allohning rasuli, meni kechiring. Men shoshib chiqib ketishimning boisi bor. Boisi shuki, meni bitta kiyimim bor, ya Rasululloh. Shu kiyimim bilan avratimni to'sib, jamoatga qatnashib, namozni jamoat bilan o'qiyman. Bundan boshqa kiyimimiz yo'q. Va kirib ahli ayolimga yechib beraman, ahli ayolim ham xuddi shunday avratini yopib namozini o'qib oladi. Shuning uchun shoshilaman" dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ko'zlaridan yosh chiqib, "Bu ishing yaxshi" dedilar. Shunda Sa'laba roziyallohu anhu aytdilarki: "Ey Allohning rasuli, meni duo qiling, men boy bo'lib ketay" dedilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Bu holating yaxshi, shunday holatda turavergan" dedilar. Sa'laba roziyallohu anhu yana bir-ikki bor: "Ya Rasululloh, meni duo qiling, men boy bo'lib ketay" dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qildilar. Va senga Alloh taolo molingga, rizqingga baraka bersin deb duo qildilar. Va huzurlariga bir qo'y keldi. Sa'laba roziyallohu anhu ga olib borib beringlar deydi. Bu qo'yni Sa'laba roziyallohu anhu ga olib borib berdilar. Bu qo'y barakotli edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning duolari sharofatidan bu qo'y shunday ko'paydiki, hattoki qo'rasiga sig'madi. Qo'rani kengaytirdi. Bir yilda egizak tug'ib shunaqangi ko'payib Xudoyim taolo baraka berdiki, hattoki bir necha yilda qishlog'iga sig'magan. 5 vaqt namozga keladigan Sa'laba ertalab bomdod bilan xuftonga keladigan bo'ldi. Va qo'ylariga Rasululloh sallamning duolari sharofatidan barakot berib, bir haftada bir marta juma namoziga keladigan bo'ldi Sa'laba. Vaholanki dunyoga berilib ketgan edi. Va bir qo'ylari qishlog'iga sig'masdan boshqa joyga ko'chib ketdilar. Hattoki juma namozlariga ham bir haftada bir marta ham kelolmaydigan bo'lib qoldi. Shunda Xudoyim taolodan oyat nozil bo'ldiki, zakot to'g'risida, ya'ni har bir inson zakot berishligi farz to'g'risida oyat nozil bo'ldi.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam borib Sa'labaga aytdilar, oyat nozil bo'ldi. Zakotini bersin dedilar. Sa'laba aytdiki, men bu qo'ylarni qiynalib boqqan bo'lsam, qiyinchilik bilan mehnat mashaqqat qilib yetkazgan bo'lsam, bu qo'ylardan endi zakot bermayman dedi. Azizlar, dunyoni ko'rdilaringizmi? Siz bizlardan juda ham mehr shafqatni, iymonni totib oladigan narsa shu. Shuning uchun holimiz Sa'labani holiga tushib qolmasin. 5 vaqt namozni masjidda o'qiydigan bo'lib, Xudoyim taolo bergan rizqiga shukr qilib, shunga ko'nikadigan bo'lsak, Alloh taolo rozi bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kambag'allarni maqtab juda ko'p haqlarga duo qilganlar. Azizlar, shuning uchun jamoatga peshqadam bo'laylik. Holimiz boya aytganimizdek Sa'labani holiga tushib qolmasin. Hattoki ba'zi rivoyatlarda keladiki, Sa'laba roziyallohu anhudan men qanday qilib bu o'zim mehnat qilib boqqan qo'yga zakot beraman deb Xudoda aytganini qilmaganligi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zakot olmadi. Bu haqida yana oyat tushdiki, zakot bermaydiganlarning holiga voy bo'lsin degan Sa'laba haqida oyat tushdi. Shunda Sa'labani amakivachchasi bor edi. U borib Sa'labaga, "Ey Sa'laba, sen haqingda Xudoyim taoloning oyat tushdi. Zakot bermaganingga seni holingga voy bo'lsin ekan" dedi. Sa'laba roziyallohu anhu yig'lab dod solib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga zakotlarni ko'tarib keldilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Yo'q, men endi seni zakotingni ola olmayman. Zakotingni bera olmayman. Chunki Alloh haq subhanahu va taolo sen haqingda oyat nozil qildi" dedi. Va Abu Bakr Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafotlaridan keyin Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning ham davrlarida Sa'laba zakotini ko'tarib kelganlarida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ololmagan zakotni men endi qanday qilib olaman dedilar. Shuning uchun azizlar, Xudoyim taoloning bergan rizqiga shukr qilib, jamoatni fazilatidan bahra olib ishlaydi. Xudoyim taolo barchamizga o'zi nasibi ro'za aylasin. Qilayotgan ibodatlarimizni, duolarimizni chin ko'ngildan, chin muhabbatdan qilishlikni barchamizga muyassar va nasib aylasin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Alhamdulillahi robbil alamin va alhamdulillahi robbil alamin.